Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Baliqchi tumani Do'stlik MFI bir kontrol bo'yicha yer maydoniga kelindi. Hozirgi kunda mana loviyalarimiz уже hosiliga kirgan. Hozirgi kunda kontrol raqamimiz 3780. Korporativ mijoz etib Olinbek TX5 tomorqa xizmati 3/8 biriktirilgan birgalikda ish faoliyati olib borilmoqda. Mana yer maydonimizdagi loviyalar bu 2 metr 3 metrga bittadan semichka ekib qo'ygan, semichkalar ko'tarilib qolibdi. Mana pastda loviyalar juda chiroyli holatda turibdi. Endi bu konturimiz uzunligi mana 500 metr, eni 200 metr. Jami 10 gektar yer maydonimiz. 60 ta fuqaroga 15 sotikdan yer maydoni berilgan. Endi konturimizdagi loviya mahsuloti 1 gektarga 3 tonnadan hosil olish, loviya hosildorligi olish rejalashtirilgan. Jami 10 gektar 30 tonna loviya mahsuloti olish rejalashtirilgan.